Assalomu alaykum hammaga. Mana bu sotuvda Surxondaryo viloyati Termiz shahridan demak Lifan 152 mototsikli ishlab chiqarilgan sanasi 22-yil 2023-yilda olganman. Demak motor hajmi 175 kublik. Hozirda bosgan yo'li 3099 kilometr. Yangi yonilg'i turi benzinda maksimal 120 dan 120 ga chiqarganman. 120 tezlikka. Texpasport hujjatlar joyida. Narxini 10 million kami yo'q deb belgiladim. Hozirda pul kerakligi uchun sotyapman. Motorda ozgina ishi bor, qolgan hamma narsasi yangi. Kimda kim qiziqsa, olaman desa, telefon nomer qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan. Bosgan yo'li ham o'zi aytib turibdi, deyarli yangi mototsikl, faqat motorida ozgina ishi bor. Qolgan hamma narsasi yangi.